sumalaklar qaynasın, qozonlar to'lsin, halimlar suzilsin, dasturxon to'lsin. Go'zallikni ko'rib, ko'zlar quvonsin. Navro'zi olam muborak bo'lsin. Faces which have moldered slowly. Leave the deals I turfed these many years. Come back with you springs, flowers so lowly, filling my fond eyes with tender tears. Avvalambor assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum qadrli mehmonlar. Mana shu ajoyib koshonaga xush kelibsizlar. Qadamlaringizga hasano. Good afternoon, ladies and gentlemen. We would like to extend a sincere welcome to all of you joining our beautiful celebration today. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, biz bugun mana shu ajoyib koshonaga Navro'z bayramini nishonlashga, go'zallik bayramini nishonlashga, bahor bayramini nishonlashga kelgan ekanmiz. Ana shu bayram hammangizga yana bir bor Navro'z olam muborak bo'lsin. Once again, ladies and gentlemen, it's so lovely to see you all festive today. So, Nowruz, as Uzbek's most admired and national holiday, is not only the celebration of life and its life, but the celebration of beautiful spring and its breathtaking flowers. İnson go'zalligi nimada deya tortishib qolishdi nogoh ikki pul. Biri zebu ziynat kiyimda desa, ikkinchisi ko'zlarda derdi nuqul. Uzoq tortishdilar, lekin ammo javob topolmasdan bu topishmoqqa so'ng yo'l oldilar Rasul oldiga, go'zallik sirini undan so'rmoqqa. Rasululloh dedi: "Ey azizlarim, go'zallik na kiyim, na ko'zdadir. Inson go'zalligi hamisha har dam dilni rom etuvchi shirin so'zdadir" degan ekanlar. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, biz bugun bir-birimizni Navro'zi olam bayrami bilan tabrik etgan ekanmiz. Hozir men mamnuniyat bilan birinchi tabrik so'zini O'zbekistonimizning Amerikadagi elchisi janob Ilhom Nigmatovga va hamda O'zbekistonning bosh konsuli Amerikadan Nurbek aka Amonovga beramiz. Marhamat. Marhamat. Chiroyli qarsangiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Assalomu alaykum bunga ajoyib tadbir bayram anjuman qatnashchilari. Men nihoyat xursandman. Mana Amerikaga kelib ishlay boshlaganimizdan keyin bugun 3-marta mana shunday katta bir bayramni o'zimiz vatandoshlar bilan Amerikada kutib olyapmiz. Va albatta bugungi kunda mana shu Navro'zni Amerikaning ko'p shaharlarida, bugun mana Nyu-Yorkda, kecha Nyu-Jersida, Chikagoda, Sietlda katta bayram qilinishi albatta bizni madaniyatimizga, qolaversa O'zbekistonga, O'zbekiston xalqiga, O'zbekistonning urf-odatlariga bo'lgan katta hurmat deb bilamiz. Men mana shu bugungi ajoyib bayramni tashkilotchilariga mana bu yerda ko'p o'zimizni eski tanishlarimizni, akalarimizni, opalarimizni ko'ryapmiz. Ularga hammalariga o'zimizni cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mana shu ajoyib fursatdan foydalanib, hammangizni, barcha vatandoshlarimizni mana shu Navro'zi olam ajoyib yangilanish, uyg'onish bayrami bilan tabriklaymiz. Sizlarga sihat, salomatlik, tinchlik, omonlik, fayzu baraka va oilangizda faqatgina tinchlik tilaymiz. Katta rahmat. Men bir og'iz aytadigan bo'lsam, bugungi kunda O'zbekistonda bu bayram
juda katta nishonlanyapti. O'zbekistonning har bir qishlog'ida, har bir tumanida, har bir viloyatida va respublikamizda nihoyatda katta bayram qilinyapti. Bu yil nafaqat mana bugun bu shodiyona, bu yil bizni O'zbekistonni 20 yillik mustaqillik to'yi nishonlanadi. Xudo xolasa sentyabr oyida O'zbekiston ro'parasi mustaqil bo'lganiga 20 yil bo'ladi. Bu 20 yilda albatta O'zbekiston Prezidentimiz Islom Karimov boshchiligida olib borilayotgan oqilona siyosat natijasida juda katta siyosiy, iqtisodiy, gumanitar sohalarda yutuqlarga erishildi. Men kecha aytib o'tdim, hammanglar yaxshi bilasizlar, asosiy biz erishgan yutuqlarimizdan biri bu O'zbekistonda tinchlik, osoyishtalikni ta'minlash va bunga asoslanib O'zbekistonda iqtisodini tobora rivojlantirib borish. Bugungi kunda o'zbek xalqi juda katta yutuqlar bilan mana shu 20 yillik kuniga keldi. Bu yutuqlarda albatta mana sizlarni ham hammanglarni o'zinglarning o'rninglar bor, o'yinglar bor. Shuning uchun sizlarga hammalaringizga kattadan katta rahmat yo'llab, yana bir bor Navro'z olam bilan tabriklayman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, vatandoshlar. Mana bugun Nyu-York shahrida, Amerika Qo'shma Shtatlarida biz vatandoshlarimiz, qorako'z o'zbeklarimiz Navro'z bayramimizni birgalikda nishonlashmoqda. Hammanglarni kelayotgan Navro'z bilan chin yurakdan, boshimiz xona nomidan, mana Ilhom akam elchixona nomidan tabriklayman. Hammanglarni kelayotgan Navro'z bilan chin ko'ngildan tabriklaymiz. Navro'z bu bahor bayrami, yangilanish, quvonish bayrami. Hammanglarga manfaatli, xotirjamlik, oilalarga tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Dasturxonlarga baraka bersin. Shu yerda mana shuncha o'zbeklarimiz yashab ishlab yurishibdi. Hammanglarning xonadonlariga faqat yaxshi kunlar. Qo'magan mana aytib o'tdilar. Amerikaning ko'pgina shaharlarida, Chikagoda, Siettlda, San Fransiskoda, Nyu-Yorkda mana kecha New-Jerseyda katta qilib Navro'z bayramini nishonladik. Hammanglarning xonadonlariga Navro'z yaxshilik, xursandchilik olib kelsin. Fursatdan foydalanib bugungi bu shodiyonani, bu bayramni tashkilotchilarini avvalambor mana prodyuser Yo'rusa Murodovga katta minnatdorchilik bildirmoqchiman. Juda katta mehnat qilishdi. Bu yerda mana bizni vatandoshlarimizni faollaridan Sanobar opa, Boboxon va ular ham juda katta hissa qo'shdilar bu narsaga. Shu ishlarni boshida turgan insonlar shularga katta minnatdorchilik bildiraman. Bugun bayram maza qilib, ichib, o'ynab, bayram kayfiyatini tilayman sizlarga. Rahmat. Katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, yana bir tabrik so'z. Demak, kelasi tabrik so'zini Vatandosh gazetasidan kelgan mehmonimiz Farhod akaga beramiz. Marhamat, qarsaklar ostida. Farhodjon, marhamat. Vatandosh gazetasi yaqindagina nashr etildi, birinchi soni. Ana shu gazeta nomidan Farhodjon yaxshi tilak qilib, Navro'z bilan siz aziz mehmonlarni tabriklamoqchi ekanlar. Farhodjon, keling. Chiroyli qarsak bo'lsin aziz mehmonlar. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar. Navro'z bayramingiz muborak bo'lsin. Qisqacha qilib gazetamizning chiqishi va uning faoliyati haqida so'z aytmoqchi edim. Gazetaning boshlanishiga 3 oy bo'ldi. Hozirga qadar 2 ta sonni chiqardik. Asosan maqsadimiz shu o'zbek xalqiga, o'zimizning vatandoshlariga moddiy va ma'naviy xizmat ko'rsatish. Moddiy xizmat ko'rsatish deganda butunki o'zbek rivojlanib borayotgan bizneslarni reklama qilish orqali. Ma'naviy xizmat ko'rsatish deganda bizning tilimiz, adabiyotimiz, san'atimizni o'zbeklarimizning oilasida doimiy
doimiy yetkazib turish, O'zbekistonda chiqayotgan qancha yangi adabiyotlar bor, o'shalardan xabardor qilish. Umuman aytganda maqsadimiz bizani o'zbeklarning tariximiz, ota-bobolarimiz va qilingan ishlar dunyoda eng yuqori darajada turadi. O'sha narsalarni amerikaliklar bo'lsin, boshqa millatlar bo'lsin, o'shalarga yetkazib turishdir. Gazetani eshitib qo'ydik, chiqishda olinglar bittadan, keyinchalik obunani yo'lga qo'yamiz. Internet sahifalarimiz ishlayapti. Hozirchalik Pensilvaniya, New Jersey va New York shtatlarida 70 dan ortiq joylarda gazetani tarqatamiz. Biz hammangizga qutlug' bo'lsin. Katta rahmat, sog' bo'ling, ijodiy omad tilab qolamiz sizlarga. Aziz do'stlar, qadrli mehmonlar, ruxsat bergaysizlar, biz tomoshamizni boshlasak-da, sizlar uchun biz chiroyli konsert dasturini tuzganmiz. Bu ham tomosha, ham konsert. Bu dasturimiz sizlarga ma'qul bo'ladi degan umiddamiz.
ishtami turda bir bo'lib hasratlashaylik ishtami turda bir bo'lib hasratlashaylik Ya bu ihtimal boyizini qayda bor tezroq keling akajon ko'zim sizga intizomor hasratlashaylik ishtami turda bir bo'lib hasratlashaylik yigitlarni yigiti yorone bilagida chaqnar o'ti yor yorone qizlarning ham gul qizi yor yorone chehrasidon yulduzi yor yorone yor yorone yor yorone Bana yigit rostlanam yor yorone ko'nglimdagini aytayim yor yorone yil bo'ldi kelganiga yor yorone har yamishi betayim yor yorone yor yorone ha Bekor demang singlim, yor yorone qo'limda hunarim bor. yor yorone Sertifikatni olsam, yor yorone sizdan uzaman. yor yorone yor yorone Ko'nglingizni uzarsiz, yor yorone balki mendan uzarsiz. yor yorone Qilolmasak, yor yorone bola boqishga borarsiz. yor yorone domacha bozi میکند یا جانش درازی میکند یک بوسه پرسد اگر کلینچه ناز میکند یار یار یارانه یار یار یارانه Kelincha bozi میکند، مویهاش درازی میکند. Tomocha bo'sa bo'sa, kelincha noz میکند. یار یار یارانه یار یار یارانه rahmat rahmat chiroyli qarsanglar sizlarga rahmat yana bir bor Navro'z olam muborak bo'lsin ana bu kelin salom sizlar uchun aziz mehmonlar Zolibjonjiyan endi gap mundoq polvon Babay. sani mana shu bugun uylantiramiz Pog'a, yoshman. qara bugun juda chiroyli qizlar tashrif buyurishgan bilasanmi ana shu qizlarni ichidan yaxshi tanlaysan keyin seni uylantiramiz qolganini Sodiq tog'ang senga tushuntiradi eshitdingmi Sodiq o'zingiz yaxshilab tushuntirgin qovun tushirib qo'ymasin yana bo'ldi men ketdim bo'lmasa Tog'aylar ahvolni ko'ryapsanmi? O'zi 45 ga kirib uylangan. Meni gapimga kirsang 3 kunda uylanasan, bir aytim 5 ta to'y qilib beraman. Yo'q, kelsa odam ekansiz. Rostlanammi? Qizlarga tayyorgarlik biron narsang bormi seni? Unda gapiradigan. She'r yozganman men, she'r. She'r shu qoldi. Qani ishlamiz. Kechasi uyg'onib ketdim. Yarim kechasi. Oynaning oldiga qarasam, Ilhom yap-yalang'och o'tiribdi. Ilhom Parmonovmi? Ayog'a Ilhom Parisi, tog'a. Yoz dedi. Yozdim. Hozir o'qib beraman. Jonon, sizni sevib qo'ydim. Yoringiz yo'q bilib qo'ydim. Ishqingizda telba bo'lib, tovuqni so'yib qo'ydim. Tovuqqinam sho'rva bo'ldi, jig'ildoni to'rva bo'ldi. Siz bitta yusiz qizni deb dakam xoros beva bo'ldi. Qalay tog'a? Bor. Bermanishi. Bor tog'a, ma'nisi bor. Men Zuhroga ko'ngil bersam, Tohir menga yetolmaydi. Shirinni deb kasal bo'ldim. Shirin hatto yutolmaydi. Qancha sevsam shuncha ichdim. Yana sevdim, yana ichdim. Bundan ortiq sevishlikni organizm ko'tarmaydi.
Qalay tog'a? Sen o'zi jinni she'r yozadigan bo'lsa, bunaqada senga hech kim qiz bermaydi. Nega tog'a? Bahor, Navro'z bayrami hozir. Shuncha mehmonlar kelgan. Navro'z haqida. Navro'z atalgan tog'a aytaymi? Odamlar paltoni tashladi. Qizlar ochilib yashnadi. Bo'ydoqlar uylana boshladi. O'lkamizga bahor keldi. Hopda qarsak o'sirishi Farhodjonga. Bo'larkanu. Bo'lar. Tog'a, faqat men aytaveramanmi, siz ham bir bahor kelgan Navro'z bayrami mana bir she'r aytmaysizmi? Bahor keldi bo'lsa bo'ldimi? Bo'ldi. Qish zahrin bahor oldi, dehqon dalaga yo'l soldi, gazlar ham ko'tarilib qoldi, o'lkamizga bahor keldi. Qalay? Tog'a, ab gaz nima aloqasi bor menga bahor kelgan Navro'z bayrami bo'lsa? Hozir gazga ehtiyoj ko'payapti. Gaz bu yerda benzin. Ko'tarilyapti narx-navosi. Ha, shunday deysizmi? Menda ham bitta bor. Yerlarning sho'ri yuvildi, dalaga suvlar quyildi, qiz yigitga suyildi, o'lkamizga bahor keldi. Yaxshi. Ana Bo'ldi shu, bo'ydimi? Aytib aytaman, yaxshi, e'tibor bermadingiz. Dalaga suvlar quyildi, yerlarning sho'ri yuvildi, qiz yigitga suyildi, o'lkamizga bahor keldi. nimaga endi yigit qizga suyular ekan? Yigit qizga emas, qiz yigitga suyildi. Nima uchun qiz yigitga suyuldi? Bahor kelgan kunlar isib beshik 70 ana ustiga chiqib ketdi. Qizim kampirchasini Brighton beshik akanda oldiga olib borgan bo'lsa, oftobdayda olib o'tgandir-da. Sumalaklar qaynadi, sigirlar maysani chaynadi, o'choqqa o't yoqing deb kampir cholni qiynadi. Chivinlar ham to'zib qoldi, tog'aginamniki qo'zib qoldi, buni jiyani sezib qoldi, o'lkamizga bahor keldi. Boringga chiqib Farhodjon Usmonov, kelajagi buyuk san'atkor, xudo xolasa, bitta qarsaginglar. Ustozim Sog'dirjon Mamajonov, marhamat. Rahmat. Hozirgi navbatimiz ustozodamiz To'ychi Hofiz nabiralari Jamshidjon To'ychiyevni davramizga taklif qilamiz. O'zlarini sho'x qo'shalari sizlarga baxsh etadi. Navro'z yili muborak bo'lsin yurtdoshlar. Assalomu alaykum avvalambor. Menani Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Har doim shunaqa go'zal kunlarda ko'rishib yuraylik. Ilohim yuzingizdan tabassum armasin. Marhamat, sizlarga yaxshi kayfiyat. Marhamat.